Assalomu alaykum Muhammad Emina. Tavalarınızı abdur etib bering. Sizmi? Mana bugungi xudo xolasa kanalning nomi nima edi? Jasurbek Official. Jasurbek Official. Mana bugungi xudo xolasa Jasurbek Official kanaliga bitta video joylaymiz. Xudo xolasa bu videoga podpishka, like bosinglar, obuna bo'linglar. Podpishka qilishni esdan chiqarmanglar. Mana sizlar uchun harakatda xudo xolasa bu bola. Uzoq yaqindagi klientlarimiz uchun videolarda olib narxini tanishtirib o'tadi. Ko'rasizlar. Narxi 50 ming so'mdan endi 160 bo'ladi bu ko'rpali materialimiz. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Dim chiroyli. Nima deydi? Dim xushro'y. Ina. Ko'rasizlar mana yana bitta rassetkasi bor. Bu qizil, ina qizil qora aralash kombinatsiyasida ko'rpachaligimiz. O'rtasida buni ham chizig'i bor, ikkiga bo'linadi. Bo'lib ishlataverasizlar. Narxi 50 ming so'm, endi 160. Ko'raverasizlar. Ina. Yana bitta dim xushro'y ko'rpachaligimiz bor. Ko'raverasizlar. 35 ming so'mdan endi 160. Ina. Ko'raveringlar. Buni ham har xil rassetkalar bor, yashil sveti bor ina. Ko'rib turganinglardek. Yashil rassetkasi har xil rassetkalarda bor mana. Bu yerda bo'lsa hamilyon originalimiz ina. Narxi 40 ming so'mdan. Ko'rishinglar mumkin, materialni qaranglar, zari bor. Endi-chi? Endi 160. Narxi 40 ming so'm. Ina. Bu yerda ham hamilionimizning qizil rassetkasi, ko'rpachalik, takali rassetkasi bor ina. Nimaga takali deganlar uchun hozir. Mana, qarang. Bu yerda o'zini takalik uchun guli bor. Ina. Shu yerda bitta takalik chiqadi. Buni razmeri 60 sm bo'ladi. 120 dan ikkita takaligimiz chiqadi. Ikkita yostiq chiqadi ina. Ko'rasizlar, ko'rpachalik, takalik ko'rpalilarimiz bor. Ina bu yerda bo'lsa, yana dim enli bo'lgan nomi duxobamiz. Nomi duxoba ko'rpachalik, ko'rpali bo'ladi. Bu hozir ko'rpalik ina. Buni shu buklangan joyi 160. Keyin buni yozganingizda bo'lsa 320 ga aylanadi. Ina. Ko'raverasizlar. Narxi 60 ming so'mdan. Ina. 60 ming so'mdan kelaverasizlar, xudo xolasa. Ina. 60 ming so'mdan ranglari bor. Bemalol kelib xarid qilishinglar mumkin. Ina. Bu yerda ilingan materiallarimiz bor ina. Bularda nima deydi? Ko'rpachalikda shunday holatida turishida mana. Qarang. Tayyor ko'rpachalik shu mana. Ichiga bitta paxta qo'yasiz bo'ldi, ko'rpacha. Shunday turadi. Narxlarini aytib keting. Narxlari shu yerdan boshigacha 40 ming so'mdan. Hammasi 40 ming so'm. Ina. Qarang buni. 40 ming so'm. Ularimiz 35 ming so'mdan mana. 35 ming so'mdan. Ko'ring mana. Ranglari dim xushro'y. Bu yerda yana baxmalimiz bor. Baxmalimiz endi 160 ligi 75 ming so'mdan. Ina, ko'raveringlar. 75 ming so'm. Buni ham meni 160, bu ham 75 ming so'm. Ko'pchilik gulligi отдельный rang bo'ladi deydi. Однотомный sadnelni, gulli sadnelni deb o'ylaydi. Ikkosi ham bir xil narxda. Kelib olaverasizlar, xudo xolasa. Sizlar uchun xizmatlarimiz obuna bo'lib qo'ysanglar, yana yangi videolarimizni ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatlarimiz. Manzilga keladigan bo'lsak, ko'pchilik manzillar qayerda deydi. Xudo xolasa ina bizni 9 etajimiz. 9 etaj. Bu yog'i giper kelish yo'li. Bu yog'i markaziy poliklinika ina. Bu yog'i 5 blok savdo majmuasi ina. Markaziy 5 blogimiz. Bu yerda Xiva stengi joylashgan. Ina bu yerda Xiva stengi. Xudo xolasa shuni yonginasida biz joylashganmiz. Ko'pchilik anaqalardan, do'konchilardan so'rasanglar ham aytishadi. Xudo xolasa 9 etajdagi tagidagi materialchilar, ko'rpachilar qayerda desanglar, shu yerda ko'rsatishadi. Xudo xolasa sizlar uchun xizmatdamiz. Instagraminglar bormi deydiganlarga Instagramimiz bor. Bizning o'zimizning shaxsiy Instagram akkauntimiz. Sizlarga har xil nima deydi? Bu yerda hozir ko'rgan bo'lsanglar, materialimizni obzor qildik. Sizlarga yangi tovarlar endi 15 kun, 20 kunlarda ichida bu bola obzor qilib bera olmaydi. Bizning Instagram kanalimizga o'tsanglar, Instagramimizda toza materiallarimizni, boshqacha materiallarimizni bemalol ko'rishinglar mumkin. Instagramda story va postlarimizni ko'rib borsanglar, xudo xolasa yana ham yaxshiroq bo'ladi.
materialimiz. Instagram akkauntimizning nomi Ipak House. Bemalol o'tib ko'raverishinglar mumkin. Kommentariyada qoldiramiz. Kommentariyada like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa sizlarga yordam qilgan tarzda bemalol kelaverishinglar mumkin. Xudo xolasa sizlar uchun xizmat qilamiz.